Assalomu alaykum do'stlar, siz Kinofilmlar kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2024-yilda Amerika va Niderlandiya kino ijodkorlari tomonidan ishlab chiqarilgan Yomon qiz deb nomlangan filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling va kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Agar siz filmni to'liq shaklda ko'rishni istasangiz, kommentariyada joylashgan Telegram kanalimizga o'tib tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Muvaffaqiyatli ayollar o'zlariga ishonadilar va qiyinchiliklardan qat'iy nazar har doim oldinga intiladilar. Ular har qanday holatda ham o'z maqsadlariga erishishlarini bilishadi. Hech kim ularni bo'ysundira olmaydi. Hech bo'lmaganda shunday ko'rinadi. Ammo shunday bo'ladiki, ular butun kelajak taqdirini o'zgartirishga qodir bo'lgan odamni uchratishadi. Ma'lum bo'lishicha, bunday xonimlarning o'zlarining zaif tomonlari bor. Ular oddiy va odatiy bo'lib chiqadi. Romi har jihatdan ideal ayol. U ishda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. U ajoyib kompaniyani boshqaradi va butun hayotini eng mayda detallarigacha boshqaradi. Uning g'amxo'r va yoqimli eri bor. U unga zerikarli tuyuladi. U bilan yashashdan qoniqish topa olmaydi. Eng xunuk odati esa jinsiy aloqadan so'ng noutbuk qarshisida porno film tomosha qilib, o'zini o'zi qondirish edi. Uni tuzatish mumkin emas. To'satdan Romining hayotida yosh va o'ziga ishongan stajyor Samuel paydo bo'ladi. Shuhratparast bola darhol e'tiborni tortadi. U xo'jayinida amalga oshirilmagan istaklarni topadi va bundan faol foydalanishni istaydi. Ish vaqti tugagandan so'ng Samuel Romidan bo'sa oladi. Ayol ham unga qarshilik ko'rsatmaydi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Samuel ishdan qaytayotib Romini yo'lini to'sadi va unga uchrashlari kerakligini aytadi va ayolni uchrashishga ko'ndiradi. Romi yigitcha taklif qilgan mehmonxonaga boradi va unga birinchi bo'lsa noto'g'ri bo'lganini va bundan tashqari ish vaqtida unga xalaqit berayotganini tushuntiradi. Romi eshik tomon boradi va ortiga qaytib yigitchadan bo'lsa oladi. Samuelga bunday romantika unchalik yoqmasdi. Uni o'ziga yarasha o'yinlari bor edi. Yigitcha rahbarini devorning burchagiga turishni aytadi va uni oldiga kelishini so'raydi. Keyin u shunday so'zlarni aytadiki, rahbari tiz cho'kishga majbur bo'ladi. Narsa yoki buyumni yerga tashlab, rahbardan og'zi bilan olib berishni talab qiladi. Xuddi it xo'jayiniga erkalangandek, ayol uning tizzasiga boshini qo'yib erkalanadi. Ular har kuni shunday o'yinlar orqali jinsiy aloqa qilishadi. Oradan bir necha oylar o'tadi. Samuel rahbarning uyiga tashrif buyuradi va ofisda noutbuki qolib ketganini aytadi. Romiga Samuelni oilasi bilan tanishgani yoqmaydi. U Samuelga jahl qilib gapiradi. Yigitcha esa unga qilayotgan muomalasi yoqmaydi. Ular bir necha kun arzlashib yurishadi. Bir kuni Romi tunda Samuelni o'ylab yotganda eri unga tarmashadi va u bilan jinsiy aloqa qilmoqchi bo'ladi. Romini jahli chiqadi va eriga jahl ustida "Sen bilan hech qachon jinsiy aloqa paytida qoniqmaganman" deb aytadi. O'rnidan turib Samuel tunda ishlaydigan barga boradi va u bilan uchrashadi. Ertasi kuni eriga aytgan so'zlari uchun kechirim so'raydi va bundan tashqari hayollari joyida emasligini aytadi. Romi o'zini yolg'iz his qiladi va Samuelni oldiga borib undan uzr so'raydi. Samuel esa unga o'z shartlarini qo'yadi va men aytgan barcha ishlarni qilsang sen bilan aloqa qilaman deb shart qo'yadi. U rahbarining o'sha joyiga qo'lini tiqib unga lazzat ulashadi. Rahbari u aytgan manzilga boradi va ular jinnicha ishlarni qilishni boshlashadi. Erdan umuman qoniqmagan tentak ayol ishchisi bilan har xil ishlarni qilishadi. Rahbar uyiga qarindoshlari uchun bazm uyushtiradi va Samuel ham kutilmaganda keladi. Lekin uning kelishi ayolga yoqmaydi va ular yana janjallashib qolishadi. Ularni uy xizmatkori ko'rib qoladi. Yoshi 40lardan oshgan ayolni Samuel tungi klubga olib boradi va u yerda ham ular har xil ishlarni qilishadi. Bunday yurish ayolning joniga tegadi va vijdoni yo'l qo'ymay, bo'lib o'tgan ishlarni eriga aytib beradi. Albatta undan erining qattiq jahli chiqadi va ketib yuboradi. Tunda Samuel rahbarning dachasiga keladi va u bilan har xil ishlarni qilishadi. Suhbatlashib o'tirishganda rahbarning eri uyga kirib keladi va Samuel bilan urushib ketadi. O'zlarini bosib olib, o'tirib gaplashib olishadi. Ayol esa bo'lib o'tgan ishlardan afsus cheka boshlaydi va Samuelni javobini berib, oilasi bilan bo'lishga qaror qiladi. Eri uni kechiradi va jinsiy aloqa paytida birinchi marta eridan qoniqish hosil qiladi. Samuel esa o'ziga it sotib oladi va rahbari bilan o'tkazgan yaxshi onlarni eslaydi. Film esa nihoyasiga yetadi.